Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.509 tiyin bo'lib 20.13 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.898.29 tiyin bo'lib 71.41 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 148.56 tiyin bo'lib 80 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22.68 tiyin bo'lib 6 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.